Jeymi yana bitta ошибкасini topdik. Airbag'i otganini hech ko'rganmidingiz? Biz eski videolarda ham ko'rsatganmiz. Airbag mana shu to'rt burchak qismi ochish kerak. Biraz bu okamdek airbag tegidan otgan, oka. Mana ko'ryapsizmi? Airbag otgan lekin. Mana ham narsa ochish kerak. Mana shu narsa ochib chiqish kerak. Biraz podushka himoya qilish kerak. Airbag nima uchun qo'yiladi? Mana airbag otgan, lekin tegidan otgan. Noqulay, noodatiy otgan. Xullas bizga keldilar, tarpetgan tayyor yechib oldik. Mana chiroyli qilib, xudo xolisa, tarpetkalarni alishtirib berdik. Agar bu narsani men yangi qo'yaman deganlarida, bizga qo'yib bergan narxdan kamida bir 5-6 barobar qimmatroqga qo'ydirgan bo'lardilar. Nobodoga kelsanglar, o'zimizga chiroyli qilib ustunovka qilib beramiz. Hamkasb birodarlik ham etib qolamiz. Nobodo sizlarda shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, biz juda ko'p tuyningchi bolalar bilan ishlaymiz. Tarbiyaga otgan variantini mana shunaqa chiroyli qilib, koja qilib beramiz. Nobodoga pastda nomer yozib qoldiramiz. Bemalol bog'lanib, kelib ustunovka qildirib ketsangiz ham bo'ladi. Telefon qiladigan bo'lsangiz, o'zini otgan airbagini chiqarsanglar, biz tayyor holatini sizlarga chiqarib yuboramiz. Bu xizmatimiz ham bor. Buni ko'pchilik biladi ham, sizga ham eslatma o'rnida etib o'tdik. Salomat bo'ling.